Əslimirlərimiz bizni aldığan çağda. Biz əslimirlərimizni qədirləyimiz. O bizning untulğusuz vaqtlarimizni və hayotlıq hikoyalarimizni əslishimizga yordam berdi. Shundaqla bizga kim ekanligimizni va boshqalarning nima ish qildiganligini aytib beralaydi. Olimlar biz xotirimizga va o'z hayotimizga ishonalamdiq degandek o'zgacha savollarni cho'rdigan asli tutish qobiliyati haqida tadqiqot ilib borgan. Jennifer Thompson Shimoliy Karolina institutining 22 yoshlik o'quvchisi bo'lib, ma'lum bir kuni kechida o'z uyida boshqalar tarafidan bosqinchilikqa uchragan. Jennifer saqchilarning jinoyatchini tepishi uchun voqea jarayonida jinoyatchining taqturqi va badan aloyidliklarini diqqat bilan aslashga yuzlangan. Vaqadan keyin Jennifer saqchilarning o'ziga ziyonkashlik qilguvchi jinoyatchining rasmini tayyorlashiga yordamlashib, saqchilar tayyorlagan rasmlar ichidan jinoyat gumondorini ko'rsatib bergan. Oqibatda Jennifer sud mahkamasida jinoyatchining Ronaldo Kattin ekanligini, uningdan nafratlanganligini, o'ziga bosqinchilik qilguvchining Kattinning dal o'zi ekanligi to'g'risida guvohlik bergan. Kattin keyin bayqalgan DNA orqali isbotlash texnologiyasi o'ttirg'i chiqib, haqiqiy jinoyatchini jazmlashtirib bo'lg'icha turmada allaqachon 11 yilni o'tkazgan va gunohsizligi isbotlangandan keyin qo'yib berilgan. Jennifer jinoyatchini xato tonigan. Uning xato guvohligi nurg'un misollar ichidagi faqat bir misol xolos. Bu xil misollar ko'p bo'lib, nurg'un kishilar turmaga tashlanib, necha yildan keyin naq maydon DNA isboti tepilib, gunohsizligi aniqlanganda qo'yib berilgan. Yalg'iz Amerika bilan Kanadada DNA isboti bilan 350 dan ortiq jinoiy ishlar delosining xato hukmga tayanganligi isbotlangan bo'lib, jinoyat gumondorini tasvirlovchilar ichida naq maydonda mavjud guvohchilarning 70% odamni xato tonigan. DNA tekshirishi orqali deloda xato hukm chiqarilganligi aniqlanganda guvohchilar o'zlarining xato guvohlik berganiga ishonolmay qolishgan. Guvohchilarning yolg'on xotirasi amaliyotda eng haqiqiy xotir bo'lib, mana bu inson xotirasining xizmat funksiyasidir. Maxsus insonlarning xotirasi va asli saqlash qobiliyatini tadqiq qiladigan mutaxassislarning 20 yillik tadqiqot natijasiga asoslanganda naq maydon guvohchilarning guvohligining ishonchlilik darajasi aslida kishilar o'ylagandagidan ko'p tuvan bo'lib, qonun sistemasini qoyil qilish uchun Kattinning delosiga o'xshash DNA tekshirishining to'g'riligini isbotlash kerak bo'ladi. 1990-yili mutaxassislar asli saqlashning sin hujjatlariga o'xshamaydiganligi, o'zgarishchanlikdan iborat kamchilikning borligi o'ttirib qo'yilgan bo'lsa-mu, qonun sistemasi tadqiqotchilarning bu xil bayonlarini tajribaxonadagi ahmoqona o'yin deb qarab, guvohchilarning o'zini sezmasdan xato guvohlik berish masalasini umuman nazardan saqit qilgan. DNA tekshirishi bu sohada cho'ng o'zgarish paydo qilgan. DNA tekshirishining to'g'riligiga oid dalil isbotlarning shiddat bilan eshishiga agishib, naq maydon guvohchilarning xotirasini tadqiq qiladigan xalqaro olqishga erishgan mutaxassis Wells Amerika adliya organiga naq maydon guvohchilarning xotirasining ishonchlik darajasini tekshirishga taklif qilingan. Wells tadqiqotchilar tajribaxonasida qo'llangan mundaq bir sinoqni ilib borgan. Wells aydirumda bir kishining o'zining chamdoni bilan boshqa bir odamning chamdonini almashtirib olgan bir ko'rinish tasvirlangan 90 sekundlik bir sin filmini sinoqqa qatnashmoqchi bo'lgan kishilarga ko'rsatgan va ularga bu sinni diqqat bilan ko'rishni aytgan. Andan ularni saqchiga o'xshash birma-bir ziyorat qilgan. Ziyorat jarayonida Willis avval qatnashquchi har bir shaxsdan chamadonni almashtirib olgan shu odamning chiroyini tasvirlab berishni talab qilgan.
Qatnaşqıçılar uning savoliga tafsiliy javob bergandan keyin Vellis ulardan gumonliq 6 odamning rasmi ichidan aydirimda chamidan almashtirib olgan heliqi odamning rasmini tunib jazmlashtirishni talab qilgan. Amaliyotda sinoqqa qatnaşqıçılar haqiqiy jinoyatchining rasmdagi o 6 kishi ichida yo'qligini bilmaydigan bo'lib, ularning har biri Vellisning degini bo'yicha rasmi ko'rsatilgan 6 kishi ichidan o'zi jazmlashtirgan birini chamdan almashtirib olg'ichi shu deb tanlagan. Tajribaga qatnaşqıçılar jinoyatchini jazmlashtirayotgan vaqtda Vellis ularga ijobiy inkoslarni bergan bo'lib, bu ularning ishonchisini zo'r darajada oshirgan. Hatto ba'zi qatnaşqıçılar o'zlarining tanlashiga 90% jazm qiladiganligini ifodalagan. Sinoq oxirlashganda Vellis ularga chamidan almashtirib olg'uchining rasmini ko'rsatib, agar men jinoyatchining mushu bo'lishi mumkinligi to'g'risida taklif bergan bo'lsam, siz bu kishini jinoyatchi deb jazmlashtiramdingiz deb so'raganda, qatnaşqıçılar men hargiz bu kishini tanlamagan bo'lardim deb javob bergan. Vellis qatnaşqıçılarga ular jinoyatchini jazmlashtirish jarayonida o'zining ularga ijobiy inkos berganligini eslatganda, ular uning ijobiy inkoslarning o'zlariga bo'lgan ishonchini oshirganligini, o'zini to'g'ri hukm chiqardim deb o'ylashiga turtki bo'lganligini ifodalagan. Vellis va boshqa mutaxassislarning aytishicha, soqchilarning rasmga qarab jinoyatchini jazmlashtirish jarayonida naq maydon guvohchilarga bergan bu xil ijobiy inkosi Amerika va Kanadada umumlashgan bo'lib, bundaq qilish intayin ig'ir oqibatlarni keltirib chiqardi ekan. Naq maydon guvohligi jarayonida soqchilarning guvohchilarga aytgan, u biz gumon qilayotgan odam shu degandak ijobiy inkoslari guvohchining ishonchisini oshirdi ekan. Soqchilarning guvohchilar tanlagan jinoyat gumondorlarini jazmlashtirishi amaliyotda guvohchilarning xotirasini shu kishiga muqimlashtirishni keltirib chiqardigan bo'lib, o'zlari jinoyat gumondori deb tanlagan soqchilar tasdiqlagan shaxs ularning xotirasiga o'rnab ketishga boshlaydi ekan. Undaqda xotirlarimiz nemishqa bundaq o'zgaradi? Buningga qarta nervi ilmi sohasida biror tushuncha bormi? Nervi ilmi mutaxassisi va osti yugurish mastonisi Steve Ramirezning bildirishicha, xotirlar aslaganda bo'libmi dastlabki bosqichda osonli o'zgarib ketadi ekan. Biz xotirlarimizni qayta aslagan vaqtimizda u bir turlik mom shaklga o'zgardigan bo'lib, bu xil holatda xotirlarimiz nihoyatda oson o'zgarishga uchraydi ekan. Har qatim uni qayta aslaganimizda bo'lsa, qayta-qaytalab erib, nihoyatda nozik va o'zgarishchan bo'lib qoladi ekan. Shunlashqa xotirlarimizni aktivlashgan nervi hujayrasi va aktivlashmagan nervi hujayrasi shaklda ifodalanadigan fizikalik jarayon nervi hujayralari orasida shakllangan yangi ulanish deb qarashga bo'ladi ekan. Xotirlarimizning o'zgarishidagi sabab bo'lsa, bizning cho'ng miyamiz tajribaga asosan o'zgarish iqtidoriga ega bo'lib, o'zimizda va atrofimizda yuz bergan har qanday ish cho'ng miyamizni ma'lum darajada o'zgartira oladi ekan. Ma'lum ma'nodan aytganda, asli tutish qobiliyatining o'zi bir o'zgarish, o'zi bir tajriba bo'lib, xuddi yip-yangi kodni boshdan oxir qayta yozib chiqqanimizga o'xshaydi ekan. Ba'zi mutaxassislar adliya sistemasining buni yomon g'araz bilan qilmaydiganligini, shundaqla buning faqat jinoyat sodir bo'layotgan vaqtdagi o'xshamagan xotirlarni to'plash deb qaraydiganligini, ammo soqchilarning guvohchiga bir muncha rasmlar orasidan jinoyat gumondorini to'nitishi oqibatda gunohsiz bir kishining hayotining ziyonkashlikka uchrashiga sabab bo'ladiganligini tilga elib o'tgan. Dangliq psixolog Elizabeth Loftus o'z ko'zi bilan ko'rguchi guvohchilarning asli tutish qobiliyatining ilmiy ojizligini nurg'un tajribalar orqali o'ttirg'a qo'ygan.
Оның deyişçə, naq meydan guvalıqı cinayət sadır bolğan naq meydanğa oxşaydigan bulub, u çoxum saqçılarning ziyarəti və cinayət gumandarının rəsmini tayyorlash jarayonidagi yuz berish ehtimolliqi bolğan turlik omillardan saqlanishi kerak ekan. Kishilarning barmoq izi sirtqi omillarning ta'siriga uchrasa, uning barmoq izi ma'lumoti ishonchlik bo'lmaganidek, agar uning naq maydon guvohligi sirtqi omillarning ta'siriga uchrasa, o'xshashla naq maydon guvohligimi yaxshi isbot bo'la olmaydi ekan. Mana bu dal Jenniferning ikki parcha rasmni ko'rib, jazm qilolmagandan keyin xotirasida o'zgarish bo'lib, rasmning birinchi parchasidagi kartinni tanlashining sababidir. Jenniferning bildirishicha, u saqchilar ko'rsatgan 6 parcha rasm ichidan nihoyat tezla 4 parchani ehtimollik doirasidan chiqarib tashlagan. Ondan 3-chi parcha rasmni tanlab, rasmdagi kishining jinoyatchi bo'lish mumkinligini aytganda, saqchilarmi o'zlarining ashu kishidan gumonlanganligini bildirgan. Natijada Jennifer o'z qaroridan xotirjamlik his qilgan va saqchilarning ijobiy inkosi yuzidan sotda jinoyatchini jazm qilish qarorida qat'iy tavranmagan. Jenniferning ziyonkashlikka uchrash voqeasida suratni ko'rish uning ishonchini oshirgan. Naq maydon guvohlikda uningga qayta bir qitim to'g'ri qilganligi aytilganlikdan ishonchisi texmi kuchaygan. Kattining gunohsizligi Shimoliy Karolinada ko'p g'ulg'ul qo'zg'agan bo'lib, bu shtat naq maydon shohidlarining guvohligi uchun majburiy islohot talab qiladigan qonun ma'qullagan tunji shtat bo'lib qolgan. Mazkur shtatda bu jihatda saqchi xodimlarining qaysi kishining gumondor ekanligini bilmasligi shart qilingan bo'lib, boshqa shtatlarmi inson mengisining xotirasini tadqiq qilguvchi mutaxassislarning kuchli talabiga asosan bu islohotga ergashgan. İnson mengisining xotirasi to'g'risidagi tadqiqotlarning tez suratda yuksalishi sud mahkamasidagi noto'g'ri farazlarga jang e'lon qilib qolmasdan balki yana kishilarning tafakkuriga aloqador qiziqarli masalalarni o'ttirg'a qo'ydi. İnson mengisining xotirasi to'g'risidagi ilm bizning aslimalarimiz, oilamiz va o'zimiz to'g'risida nima deydi? Aramızda o'z hayotimizga guvohlik bera oladigan ishonchlik guvochi bormi? Nurg'un kishilarning 11-sentabr voqeasi Berlin temining yiqilishi, Malika Diananing o'limi qatorliq alayda voqealar yuz berganda o'zlarining qayerda, nima ish qilayotganligi to'g'risida hissiy xotirlar bor ekan. Nervi ilmi mutaxassisining deyishicha, bu chaqmoq lamp xotirasi deb atiladigan bo'lib, mutaxassislar buningga zo'r darajada ishongan bo'lsa-mu, o'ylamagan yerdan o'zlarining xatolashganligini bayqagan. 11-sentabr voqeasidan keyin Philips atirti 3000 dan ortiq odamga qarta tekshirish elib borgan bo'lib, tekshirish jarayonida ulardan hujumdan qanday xabardor bo'ldingiz? Vaqa yuz berganda qayerda, kim bilan edingiz degandek savollarni so'ragan. Ondan keyin Philips ularga mushiningga o'xshash tekshirishni 1, 3 va 10 yildan keyin qayta elib borgan. Natijada hatto ishonchlik deb qaralgan chaqmoq lamp xotirasimi xam xiyol bo'lib chiqqan. Umuman qilib aytganda, kishilarning asosliq vaqa partilgan munalağı bo'lgan aslimasi yaxshi bo'lsa-mu, ammo ularning qolgan xotirlari vaqtning o'tishiga ergishib o'zgarib ketadi ekan. Philipsning deyishicha, agar vaqa yuz bergan vaqtdan keyinla asti qolgan xotirimiz bilan 1 yildan keyingi xotirimiz selishtirilsa, vaqa tafsilotida taxminan 50% atrofida o'zgarish bo'ladi ekan. O tekshirish jarayonida kishilarning birinchi qatim vaqa yuz berganda nima ish qilyotdingiz degan savoliga bergan javobi bilan 1 yildan keyin o'xshash savolga bergan javobi farqli bo'ladiganligini bayqagan. Mutaxassislarning qarashicha, kishilarning xotirasi odatda 1 yildan keyin o'zgarishga boshlaydi ekan.
kishilar 3 yildan keyingi xotirasiga 100% ishonch qilsa-mu, amaliyotda ularning xotirasining ko'p qismi birinchi yilda o'zgarib bo'ladi ekan. Uningdan keyingisi bo'lsa, kishilarning xotirasi bo'lmasdan, balki hikoyasi bo'lib, to'g'riliq darajasi 50% atrofida bo'ladi ekan. Bizning xatolashishimizning ma'lum sababi shuki, insonlar hayotida yuz bergan hamma hayron qolarliq minutlarni asli tutishga qodir bo'lolmaydigan bo'lib, insonlar maqsadsiz holda bu bo'shliqni muvofiq hikoya bilan to'shqizadi ekan. Tadqiqotchilarning aytishicha, bu bizni rost bilan yolg'onni farqlantirish iqtidori kamtuk razvedchikka aylantirib qo'ydi ekan. Angliya London Universitetining psixologi Xiyoliy xotira degan kitobning yozuvchisi doktor Julia Shawning qarashicha, inson har qitim biror narsani aslaganida cho'ng miyadagi asni saqlash hujayralari aktivlashadigan bo'lib, aslima har qitim aslaganida uningda ma'lum darajada o'zgarish yuz beradi ekan. Shunlashqa bu xotirni yana bir qitim aslaganida inson faqat oxirgi qitim esida qolganla esiga ola oladi ekan. Vaqtning o'tishiga ergishib, bu o'zgarishlar o'zaro berkib, xotirning asli holatidagidan xeyli yiroqlab ketadi ekan. Gerçi inson uningga butun vujudi bilan ishongan taqdirdami, bu xotira haqiqiy xotira bo'la olmaydi ekan. Phillipsning xizmatdoshi Joseph Lodekis Phillipsning ko'z qarashini isbotlaydigan bir film ishlagan bo'lib, bu filmda o'zgarishchan xotiramizning mangu ishonchsiz ekanligi yo'ritib berilgan. Amerikadagi dangliq radio tarqatquchisi Brian Williams bilan Hillary Clinton xato holda chet eldagi xatarlik davlatlarda qurolliq hujumga uchirganini eslagan. Undaqda ular buni qasdan ko'ptirdimi yoki o'z hikoyalarini xato asli saqlab oldimi? Isbotlanishicha, xotirlar qayta so'zlash, qayta paydo bo'lish va qayta boshdan kechirishga ergishib o'zgardi ekan. Shunlashqa bizning 20 yil ilgirki yuz bergan voqeaga bo'lgan xotiramiz bilan 20 yil ilgirki haqiqiy voqealik o'ttirsida cho'ng farq bo'ladi ekan. Undaqda, gerçi biz xatolashgan bo'lsaqmi, miyamizda bizni to'g'ri qilganligimizga shuncha ishondirgidek zodi nimalar yuz beradi? Xotirlar odatda cho'ng miyaning hamma yerda saqlanadigan bo'lib, kundalik xotirlarning ko'pinchisi cho'ng miyadagi hippokampus deb ataladigan bir kichik rayonda saqlanadi ekan. Shuning bilan bir vaqtda ta'siri kuchlik yoki xatarlik voqealar amigdala deb ataladigan boshqa bir rayonda saqlanadi ekan. Ya'ni hayotlik faoliyatlarimizdagi oddiy bir shaxsiy xotiramiz cho'ng miyaning hippokampus rayonida saqlanadi ekan. Agarda bu 11 sentabr terrorlik voqeasiga o'xshash ta'siri kuchlik voqea bo'lsa, u chaqda amigdala aktivlashib, hippokampusning bu xotirni saqlashiga yordam berdi ekan. Natijada bizning esimizda qoladigini kim bilan birga ekanligimiz yoki nima ish qilayotganligimiz emas, balki portlash bo'ladi ekan. Phillipsning qarashicha, markaziy xotira bizni qaymoqtirib, natijada agashma xotiralarimizning rostligiga ishontirib qo'yishi mumkin ekan. Bizning 11 sentabr terrorlik voqeasiga bo'lgan xotirlarimiz bakmi kuchli bo'lib, odatda yakka voqeaga bo'lgan yuqori ishonchimiz ma'lum ma'nodan aytganda shu voqeaga munosabatli bo'lgan tafsiliy xotiramizga eqib kirdi ekan. Lekin bu xotiramizning normal xizmat funksiyasi bo'lib, bu hol chaqmoq lampa xotirasi emas, balki xotiralarimizning barcha turlarida yuz berdi ekan. Yeshimizning cho'ngiyishi va hayotlik tajribalarimizning ko'payishiga ergishib, xotiralarimizga bo'lgan ishonchimiz bargan sir oshsimi, ammo uning to'g'riliq darajasi tuvallaydi ekan.
Biz o'zimizning to'g'ri ekanligiga ishonib turib, yana shuncha xato holda asli tutib olishimiz ba'zi tadqiqotlarda yolg'on xotirlarni maqsadlik paydo qilg'ili bo'lamdi degan savollarni paydo qilgan. Nervi ilmi mutaxassisi Steve Ramirez bilan Leoshu Massachusetts Texnologiya institutida olqishga erishgan bir tajriba ishlagan. Bu ikki olim bu tajribani sandiqqa o'xshaydigan kamerada chashqanning putini yenik darajada tok tepkizib, uningda tok so'qishdan qo'rqish xotirasi paydo qilish bilan boshlagan. Shuning bilan bir vaqtda bu xotir jarayoniga qatnashgan begemotdagi 7 ming hujayralarni farqlantirib chiqqan. Ondan keyin ular bu hujayralarga lazer nurga inkas qaytaradigan shaklda gen o'zgartish elib berish orqali bu qo'rqinish xotirasini taqab ochalaydigan darajada kontrol qilgan. Orqadilla yuqori texnikalik cho'ngaytib ko'rsatish uskunasi bilan bu o'zgartish qilgan hujayralarni kuzatgan. Uningdan keyin olimlar chashqanni boshqa bir ranglik bo'limchaga solgan va tok tepkizmasdan faqat chashqanning mengisiga lazer nur tushirib, qo'rqinish xotirasini aktivlashtirgan. Bu chaqda odamni eng hayron qoldirdigani chashqan garchi bexatar muhitda bo'lsa-mu, uningda puttig'i yenik darajada tok tepkizganda yuz bergan ahvolga o'xshash alomatlar ko'rilgan. Bir necha oydan keyin olimlar yolg'on xotir paydo qilish orqali haqiqiy xotirni o'chirib tashlaydigan ikkinchi qatimliq tajribani sinab qilgan bo'lib, bu qatimda ular chashqanni bexatar bo'limchaga kirgizgan va bexatar xotirga qatnashgan cho'ng miya hujayralarni farqlantirib olgan. Ondan olimlar chashqanni boshqa bo'limchaga kirgizib, yenik darajada tok tepkizgan. Shundaqla shu vaqtning o'zida chashqanning ilgirki bexatar bo'limchadagi xotirasini ochgan. Ikkinchi kuni chashqan dastlabki bexatar bo'limchaga qaytarilganda chashqanda tok so'qish yuz berganga o'xshash alomat ko'rilgan. Xulosa shuki, chashqanning mengisiga kirgizilgan yolg'on qo'rqinish xotirasi bexatar muhitni qo'rqinchli muhitga o'zgartib etgan. Mutaxassislarning ko'rsatishicha, xotirni kontrol qilish ideyasi jarohatdan keyingi besim qalaymiqanchiligidagi passiv xotirlarni yo'qotish va aktiv kayfiyat bilan ovoz tangshash qatorliq sohalarda umid paydo qiladi ekan. Undaqda qanday qilib insonlarni kuchli ravishda g'idiqlamasdan yoki ularning mengisiga lazer nur tushirmasdan ularda yolg'on xotir paydo qilg'ili bo'ladi? Elizabeth Loftus nurg'un dangliq tajribalarni ishlagan bo'lib, hatto u kishilarda kichik vaqtida bo'ljirgan tamlik marojniga o'sh yoki aspargirasga amroq bo'lishdek yolg'on xotirlarni paydo qilgan. Elizabeth yana to'shqan qo'rchoq hikoyasini to'qib chiqib, uni e'longa chiqargan. Andin Disney bog'chisiga borganlardan to'shqan qo'rchoq to'g'risida so'raganda, garchi Disney bog'chisida azaldan to'shqan qo'rchoq bo'lib baxmagan bo'lsa-mu, biroq kishilar to'shqan qo'rchoqning o'zlari bilan qo'l elishib ko'rishganligini, o'zlarining to'shqan qo'rchoqning quyrug'ini siylaganligini tasvirlab bergan. Bu insonlardagi xiyoliy xotir bo'lib, uning paydo bo'lishiga yolg'ondan to'qilgan to'shqan qo'rchoq hikoyasi sabab bo'lgan. Uning deyishicha, kishilarning asli uchrashib baqmagan, uchrashib qilishi mumkin bo'lmaydigan shaylarga uchrashganligi bo'lgan ishonchisini oshirg'ili bo'ladi ekan. Yolg'on xotirni agar u kishilarning taklifining mahsuloti bo'lgan taqdirda texmi kuchlik ishonch bilan ifodalagili bo'ladi ekan. Tadqiqotchilar Elizabeth Loftusning izini besib, Kanadaning ma'lum bir universitetda kishilarning diqqatini tortadigan tadqiqot ilib borgan bo'lib, bu tadqiqot jinoiy javobgarlikda yolg'on iqrorga erishishning naqadar oson ekanligini isbotlab bergan. Julia Shaw taxminan 60 o'quvchiga qarta sınaq ilib borgan bo'lib, sınaq natijasida sınaq obyekti bo'lgan 60 o'quvchining 70% azaldan yuz berib baxmagan jinoyat
yoki zo'ravonlik qilmishlarini sodir qilganligini so'zlab bergan. Kishini texmi hayron qoldirdig'ini shuki, garchi bu jinoyat yuz berib baxmagan bo'lsa-mu, ular bu jarayonda qurolni qandoq otganligini, qandoq hujum qilganligini ko'rsatib bergan. Sınaqning 3-chi bosqichi oxirlashgandan keyin o'quvchilarga haqiqiy ahvol xabar qilingan bo'lib, ularning ba'zilari o'zlaridagi bu yolg'on xotirga ishonolmay qolgan. Tadqiqotchilarning qarashicha, biz xotirimizning dastlabki nusxasi bilan o'ynashayotgan bo'lib, bizda bor bo'lg'ini yangidan tangshalgan, hech bo'lmaganda burmalangan xotir ekan. Ondaqda biz xotirlarimizni asliga vaqtimizda cho'ng mingimizda nima ishlar yuz berdi? Xotirlarimiz qandaq vaqtda yangi uchurlar bilan yengilindi? Bu masalaning javobi insonlarning bu sohadagi tadqiqoti bilan munosabatli bo'lib, mutaxassislarning qarashicha, odatda yolg'on xotira bilan haqiqiy xotira inson miyangisida o'xshash holatda mavjud bo'ladi ekan. Shunglashqa kishilarning o'z aslamalarining ma'lum qismida ko'rsatadiğini ularning amaliy xotirasi bo'lib, aslida haqiqiy yuz berib baxmagan ishlarmi o'xshashlar cho'ng miyada saqlanib qolg'achqa haqiqiy xotirdan farqlantirgili bo'lmaydi ekan. İnsanlarning xiyoliy xotirasining ta'siriga uchrash darajasi qandoq bo'ladi? Kaliforniya Universiteti tadqiqotchisi Ervin 14 yoshlik bir jup qo'shkezak o'quvchiga qarta xotir farqini selishtirish tadqiqoti elib borgan bo'lib, ularning ichida birisining asli tutish iqtidori favqulodda yaxshi ekan. Tayler o'zining hayotida o'tmishda yuz bergan voqea va sonliq ma'lumotlarni xuddi biz tunigun yuz bergan ishlarni eslagandekla ayni paytda eslayolmaydigan bo'lib, uning YouTube'dagi o'zi suratga olgan yoki ham berilgan axlat mashinalariga alayda qiziqishi bor ekan. Sınaq jarayonida Tayler axlat mashinasiga aloqador savollarga nihoyat tafsiliy javob bergan bo'lib, hatto mashinaning nomeri, qaysi vaqtda, qayerda ko'rganligi qatorliq ma'lumotlargacha aniq so'zlab bergan. Nervi ilmi mutaxassisi James Makko navbatda butun dunyoda 80 dak odamning favqulodda asli tutish iqtidori borligini, ularning Taylerga o'xshash ma'lum narsaga alayda qiziqishi borligidek o'rtaq alaydilikka ega ekanligini bayqagan. James Makkoning xizmatdoshi bio nervi tadqiqotchisi Michael Yasef farqliq alaydilikka ega kishilarning cho'ng miya tuzilishidagi farqlarni bilish uchun qo'shkezak Tayler bilan chatni eng yangi texnologiyalarga tayangan asosda kuzatgan. Natijada u favqulodda asli tutish iqtidoriga HSAM ega kishilarning miya yo'llarining boshqalarga qaraganda kuchli ekanligini va hippokampus rayonining cho'ngroq ekanligini bayqagan. Tekshirishda yana Taylerning miya yo'llarining hech bo'lmaganda hozirgi yashida odatdagi kishilardan cho'ng emasligi aniqlangan. Tadqiqotchilar bu xil favqulodda iqtidorning paydo bo'lish sababining bir sir ekanligini, uning inson hayotidagi nurg'un omillarning ta'sirida paydo bo'lgan bo'lishi mumkinligini o'ttirg'a qo'ygan. Elizabeth Loftosning tadqiqotida favqulodda asli tutish iqtidoriga ega bo'lgan kishilardimi odatdagi kishilarga o'xshash yolg'on xotira bo'ladiganligi isbotlangan bo'lib, yolg'on xotira hamma insonlarda yuz berdi ekan. Hatto shunchalik aniq, tafsiliy bo'lgan 100% ishonch qilgan xotirlarningmi yolg'on bo'lishi mumkin ekan. Ba'zi tadqiqotchilarning ko'z qarashicha, tushkun kishilar yaxshi va yomon ishlarni o'xshash darajada asli saqlaganlikdan ularning xotirasining to'g'riliq darajasi boshqalarga qaraganda yuqori bo'ladi ekan. Ammo bu ular uchun bir kamchilik bo'lib, xotirdagi tragediyalar ularning texmi tushkunlashishini keltirib chiqardi ekan.
Jennifer Thompsonning hikoyasiga kelsak, u o'zining ziyonkashlikka uchrash voqeasida xatolashganligini bayqagandan keyin Kattinni izlagan va uningdan kechirim so'ragan. Shuningdan keyin ular yaqin do'stlardan bo'lib, naq maydon guvohligi qonunni o'zgartib, gunohsiz kishilarni turmadan chiqarish uchun birlikda harakat qilgan va o'zlarining kechirmishlari asosida bir kitob yozib chiqqan. Ular oxiri 2008 yilda muvaffaqiyatli holda Janubiy Karolinaning naq maydon guvohlik qonunini o'zgartirishga muvaffaq bo'lgan. Arqadan yana 20 dak shtat naq maydon guvohligi qonunini isloh qilgan. Willisning deyishicha, garchi nurg'unlagan saqchi, sotchi va zasidatlılar ömigi asti saqlash ilmi bo'yicha tarbiyalangan 4 shtat 2017 yildan boshlab naq maydon guvohligi islohati elib borgan bo'lsa-mu, Amerikaning 20 dan ko'pragi bu islohotni texi elib barmagan bo'lib, kishilarning har vaqt xato ayblanish, necha minglagan kishilarning gunohsiz turib turmalarda yetayotgan bo'lishi mumkinligi bor ekan. Kishilarning qiyos qilishicha, yolg'iz Amerikadala har yili 10 mingga yaqin naq maydon guvohligiga oid delo bir taraf qilinadigan bo'lib, insonlarning hayotini yaxshilash uchun Jennifer va Kattinga o'xshash tirishishimiz kerak ekan. Bu hujjatli film insonlar tarixida echilmagan bir sirni va hayotimizda nihoyatda muhim bo'lgan bir haqiqatni echib bergan bo'lib, u bo'lsa-mu bizning to'g'ri deb biladigan xotirimizning xato bo'lib qolish ehtimolligining to'limi cho'ng ekanligidir. Undaqda inson o'z xotirasiga qanchalik ishonishi kerak? Ya'ni bizning xotirimiz har zaman ishonchlikmi? Gerçi bu qabul qilishimiz tas bo'lgan bir ahvol bo'lsa-mu, biroq u bir haqiqat, ya'ni ilmiy tajribalar orqali dalillangan haqiqat. Agar inson o'z xotirasidagi yetarsizlikni farq etmasa va yoki uni to'nib yetmasa, ba'zi sezmagan holda nurg'un ko'ngilsizliklarga va nohaqchiliklarga sabab bo'lib qolishi mumkin. Yuqorqi bayonlar o'zimizni qayta tonishqa, ishlarga hukm chiqarishimizda, xotirimizda yuqorqidek nisbiyliklarning mavjud bo'ladiganligini bilib, bu jihatda hushyor bo'lishga yetaklaydi. İngilizcedən Aynur Abduvali tərcüm qildi. Tərcümə təhriri Hikmətyar İbrahim. Mənbə Uyğurlar Tor jurnalının 17-ci sanıdan elindi.